Hammaga salom. Bu videoda DAX haqida gaplashamiz. Agar bu kanalda siz birinchi marta bo'lsangiz, boshqa videolarda biz Power BI dasturida dashbordlar yaratishni o'rgatilgan. Endi bu safar biz o'sha dashbordlarning ichida qo'shimcha hisob-kitoblarni qilish uchun funksiyalar haqida gaplashamiz. Nimaga Power BI'da DAX deb nomlanadi funksiyalar? Qisqacha aytganda bu Data Analysis Expression to'liq nomi, qisqacha aytganda DAX va Excel'dagi masalan VPR funksiyasi yoki sum если yoki oddiy sum funksiyalarini Power BI'da xuddi shunday nimasi yozilishi ham xuddi shunday bir xil. Masalan, mana ko'rib turganingizdek, siz Excel'da xohlagan bitta yechakni olib turib barobar belgisini bosganingizdan keyin demak funksiyaning nomini yozasiz. Har bitta funksiyada o'zini qovuslari bor. Power BI'da ham xuddi shunday. Bu Power BI'dagi demak umumiy sotuvni hisob-kitob qilib beradigan funksiya bu. Bitta farqiki, siz Excel'da mana bu qismda yacheykani belgilasangiz, Power BI'da faqat har doim ustunda belgilashingiz kerak. Ustunda belgilashi kvadratni qovuslarda demak ustunda nomi va o'sha ustun qaysi tablitsada joylashganligini ko'rsatiladi. Endi boyagi tushuntirganimdek, agar Excel'da bitta yacheyka bo'lsa, Power BI'da buni to'liq ustunda olasiz. DAX shu funksiyalar orqali siz 3 ta narsani yarata olasiz. Birinchisi, demak, yangi ustun, yangi tablitsa, yangi qo'shimcha ustun va mera. Biz bugun demak qo'shimcha yangi ustun haqida gaplashamiz. Keling, masalan, demak, mana bitta misol. Sizda ustuningiz bor, sanalarning ustuni bor, lekin siz oyda alohida tekst sifatida chiqarmoqchisiz yoki yilni alohida chiqarmoqchisiz. Buning uchun siz yangi ustun yaratib turib, year degan funksiyada mana bu ko'rsatilgan yonidagi o'sha tablitsaning ichidagi ko'rsatilgan ustunni belgilashingiz kerak bo'ladi. Keling, misolda ko'rsataman. Demak, bizda hozir nimamiz bor? Har xil tablitsalarimiz bor. Bu учебный proyekt. Mana bunaqa dashbord yaratishni boshqa videolarda ko'rsatganman. Endi sales tablichniy vidga o'tib turib, keling har xil tablitsaga o'tamiz. Mana, demak, kalendar tablitsamiz bor. Bu yerda sanalarimizni ustuni va rus tilida yoki o'zbek tilida oyning yoki hafta kunning chiqarmoqchimiz. Uning uchun avvalambor, demak, tablichniy vid deydi bu joyga. Tablichniy vidga turganingizda tepada средств работы с таблицами degan joyda mana bu demak 4 ta tugmalar bor. Agar ular chiqmasa, demak главный vkladkada ham вычисление degan bu tugmalar bor. Mera hozircha bu videoda ko'rib chiqmaymiz, keyingi videolarda bo'ladi. Hozir esa yangi stolbets yoki o'sha kerakli sizga mana bu tugmani bossangiz, qolgan ustunlar ham ochiladi. O'sha ustunda un knopkani bosib turib, mishkani un knopkasida demak создать stolbet degan joyi bor. O'sha joyga bosib turib, yangi ustun pustoy hozircha, lekin bu joyga mishka bilan bosib turmanglar. Siz faqatgina mana shu joyda funksiyani yoza olasiz. Boshqa joyga mishka bilan kiritsangiz chiqib ketadi. Birinchidan barobar belgisigacha nomini yozamiz. Masalan, endi ingliz tilida bu weekday deyiladi, ya'ni haftaning kuni. Shu o'zbekcha yoki rus tilida chiqarish uchun yozuv bilan dushanba, seshanba kunlarini chiqarish uchun sanaga qarab biz format degan funksiyani ishlatishimiz mumkin. E'tibor qiling, f degan f harfni belgilaganimda podskaskalar kelib chiqadi, xuddi Excel'da o'xshab. Format tapdi yoki mishka bilan oxirigacha bossak, oxirigacha o'zi yozib beradi, qovus ham ochib beradi va demak kvadratniy skobka yoki bittali qo'shnoqni bossangiz, bu enterni oldida
ro'yxat kelib chiqadi. Shu sizga dostуп berilgan o'sha tablitsani ichidagi, hozir mana buni ichidagi, mana bu yerda podskazka chiqadi. Hozir buni o'chiramandan boshqatdan mana. Bizga hozir date key degani, ya'ni mana bu ustunda ma'lumot olasan deymiz. Qo'shimcha narsalar chiqqanda bu narsaga e'tibor qilmaymiz, сразу vergul knopkani bosamiz. Vergul и ikkitali qo'shnoqni ichida demak format yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, agar 4 ta d ni kiritsalaringiz, hozir hafta kunning chiqyapti, ingliz tilida chiqyapti. Vergulni yana qo'shimcha bosib turib, qo'shnoq ichida usti kiritsak, o'zbek tilida bo'ladi. Runi kiritsak, rus tilida bo'ladi. Endi dashbordga o'tib turib, masalan, bizaga mana bu pusto joyda bosib turamandan kichik tablitsa yaratgan demak va kichik tablitsada e'tibor qilinglar. Mana bu joyda alohida значок paydo bo'lgan. Bu deganiki siz yaratgansiz. Voy, uzr, mana bunisi ekan. Bu ham qo'shimcha DAX orqali yaratilgan. Buni hozir biz yaratdik. Buni tugmasiga shunday bosib turaman. Mana bizda kelib chiqdi. Va sales, ya'ni shu o'zimiz sotuvlarimizdan total sales ni qo'shaman. Endi bu значок mera yaratilgan. Bu ham funksiya aslida. Uni keyingi videoda ko'rib chiqamiz. Keling, biz hozir sales amount mana ustunda kiritaman, ustunda o'zi. Mana sotuvlarimiz kelib chiqdi. Endi esa biz yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Masalan, aytaylik, biz mana bu tablitsada birinchi ustunni ikkinchi ustunga bo'lishimiz kerak. O'rtachasini bilish uchun. Buning uchun xohlasangiz mana bu joydan создать столбец yoki un knopka bilan создать столбец farqi yo'q. Kiritganimizdan keyin nomini o'zingiz keyinchalik qo'yasiz. Prost shunchaki bittali qo'shnoq yoki kvadratni skobka ham bo'lishi kiritsangiz ham mumkin. Lekin men tavsiya berardimki, qo'shnoq bilan bu yerda tablitsaning nomi ham bor. Bunda siz bir xil paytda adashib qolishingiz mumkin bo'ladi. Endi employee count. Men izlab o'tirmayman. Voy, uzr. Yozib chiqaman. Employee deb yozsam, mana podskazkani berib chiqyapti. Mana tablitsang deb. Yo, avvalambor men employee selling area size blue employee count enter. Agarda sizda ustunlaringiz sonli ustun bo'lsa, mana bu vergulda bossangiz, bu sizda chiroyli razryadlarga bo'lib beradi. Ya'ni 1 million, 1000, 2000, 1000, 1 million milliardlarga qisqacha formatga o'tkazib beradi. Undan tashqari ikkita boshqa sonli ustunlarni siz bir-biriga bo'lishingiz mumkin. Videoga foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natinglar, obuna bo'linglar va harakat qilamanki, agar prosmotrlar ko'p bo'lsa, yanada ko'proq videolar qo'yishga. Rahmat.